Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun qiyin sharoitdan yaxshi fursatlarni chiqarish haqida to'xtalamiz. Hayotlik musofasida hamisha xushallik, hamisha utuqlar bo'lmaydi, hamisha o'ng'aylik bo'lmaydi. İnson ba'zida moddiy va ma'naviy ziyon zahmatlarga, mag'lubiyatlarga uchrab turadi. Ziyon zahmat achchiq, mag'lubiyat achchiq, planning barbod bo'lishi achchiq. Demak, ziyon tortish shundoq achchiq narsa. Ammo nurg'un kishilar xuddi achchiq limondan tatliq ichimlik chiqargandek, g'o'ridan halva yasagandek bu achchiq ziyonni foydaga aylantira oladi. İslam mutafakkiri Allama Muhammad G'azali hayotingizni yangilang nomli asrida mundaq degan. Nurg'un kishilar oldiga chiqqan qiyinchilik va to'sqinliklarni ko'rib qilmoqchi bo'lgan ishlaridan voz kechidi. Ular shu sababli o'zining qobiliyatini ishga sola olmaydi. Agar insonlar bilsa edi, qiyinchiliklar va to'sqinliklar yoshirin talantlarni o'ttirg'i chiqaradigan maydondir. Nurg'unlagan talantlar qiyinchilik va to'sqinlik ichida bix urib chiqqan. Dalkarnik mundaq deb yozgan. Kattalar vujudga chiqargan g'alabilik ishlarning hammasi birardan kamchilik his qilishning turtkisi bilan o'tirg'i chiqqan. Masalan, shoir Milton agar amo bo'lmagan bo'lsa, u mashhur she'rini yoza olmagan bo'lar edi. Beethoven pang bo'lmagan bo'lsa, shu mashhur muzika asrini vujudga chiqara olmagan bo'lar edi. Chunki bu mayib insonlar o'zlariga kelgan bu achchiq qismatni qabul qilgan. Ondan o'zlaridagi kamlikni talantga, achchiqni tatliq sharobga o'zgartishga bel bog'lagan. Mana bu achchiq limondan tatliq ichimlik yasaganlikdir. Har kimda achchiqni tatliqqa, qayg'uni xushallikqa o'rayoladigan quvvat yo'q. Dardlanishga va shikoyatga odatlanib qolganlarning bunda qila olishi texmo mumkin emas. Faqat qalbi cho'ng, savri to'liq ve iradalik insanlar şunda qila oladi. 19-asrning islohotchi ulamosi Shayxul Islom Ibn Taymiya o'zining turmadagi hayotini tasvirlab, "Mening turmaga tashlanganligim men uchun bir xilvat, yurtimdan palanganligim men uchun sayohat, tartgan jafolarim riyozatdir" degan ekan. Demak, beshiga kelgan kelishmaslik, xafalikning hammani birerdan ne'matga o'zgartib, birerdan foydali sharoitga o'zgartib shundan foydalangan. İmam Azam turmaga tashlangan va hayotini turmada oxirlashtirgan. U keyin Hanafi mazhabining qo'rg'uvchisiga aylangan. İmam Ahmad ibn Hanbal zindonda qamchilangan. Biroq u keyincha ahli sunnat mazhabining qo'rg'uvchilari orasidan o'rin oldi. Ibn Taymiya turmaga elingan. U ashu turma hayotida zo'r ma'naviy boylik to'plab, o'z zamonasining katta ulamosiga aylangan. İmam Saraxsi suyi tartilib ketgan quduqqa tashlangan. Keyin o islom fiqhshunosligi to'g'risida 20 tom asar yozgan. Allama ibn Asir palash turibmi Jamiul Usul deb katta asarni yozgan va hadis kitoblarining eng mashhurlaridan bo'lgan Nihoyani tuzgan. Allama ibn Javzi Bag'doddan qo'g'ilib Qur'onni 7 xil qiroat shaklida o'qiy oladigan bo'lgan. Aytishlarga qaraganda Yaponiyada bir ministr ötküzüp qo'ygan kichik bir xatoligi tufaylidan jazolanib, huquqidan elinib tashlangan va tozliq ishchisi bo'lib qolgan. Kishilar uni ministr bo'lgandan keyin tozliq ishchisi bo'lib ishlash qandoqkan deb masxir qilganda, u o'zining ishidan faxrlangan holda, "Men tozliq ishchisi emas, men fuqarolarning tan salomatligi uchun muhitning sofligini saqlashga tirishayotgan bir odamman" deb javob bergan. Chunki bu odam o'zini bir oddiy tozliq ishchisi emas, balki dunyoni pok-pokiz qiladigan muhim bir odam deb sanagan. Agar hamma odam o'zining xizmatini, o'zining hunarini va o'zining kasbini shundoq suyadigan va shundoq ulug'laydigan bo'lsa, u chuqur baxtli hayot kechiradi. Chunki har bir odamning xizmati, ishi, kasbi, hunari vazifa emas, balki havas va xushallik holiga kelganda ondan odam o'zining ishidan baxt, saodat, huzur, halovat his qila oladi. Demak, asosliq masala voqeliklarni tarjima qilishda. Agar biz beshimizga kelgan ishlarni to'g'ri tarjima qiladigan va uningga qarata ijobiy ko'z qarashda bo'ladigan bo'lsak, albatta beshimizga kelgan ishlardan bizni
xoşal qildigan ahvollarni topa olamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda o'xshash pul sarf qilgan ikki xil odamlarning ikki xil ahvolini xabar berib bundoq degan. Sahrolik arablarning ba'zilari Allah yo'lda bergan narsalarini siliq hisoblaydi. Sizlarning beshinglarga hodisalarning kelishini kutidi. Ular kutgan yomon hadislar ularning o'zlariga kelsin. Allah hammani anglab turguchidir, hammani bilib turguchidir. Sahrolik arablarning yana ba'zilari Allohga va oxirat kuniga iymon etadi. Allah yo'lda bergan narsalarni Allohga yaqin bo'lishning va payg'ambarning duosiga erishishning vositasi qiladi. Bilinglarki, ular bu orqali rostdanla Allohga yaqin bo'ldi. Allah ularni o'zining rahmeti doirasiga kirgizdi. Shaksizki, Allah nihoyat mag'firat qilguchidir, to'liq mehribondir. Yuqorqi ikki oyat ikki firqa kishilarni ahvolini bayon qilgan. Ularning har ikkilisi Alloh yo'lida pul masraf qilgan bo'lsa-mu, avvalqilar Alloh taologa va oxirat kuniga ishonmaganligi uchun savobni umid qilmagan. Shunga bergan narsalarni seliq, boj deb qaragan. Ya'ni majburi bergan. Keyingilar bo'lsa, Alloh taologa va oxirat kuniga iymon etgan mu'minlar bo'lganlikdan, ular Alloh taolo yo'lda berganlarini Alloh taologa yaqinlik hosil qilish, ondan Alloh taoloning jannatiga muyassar bo'lish niyati bilan bergan. Shunga o'zlarining Alloh yo'lda pul mol sarf qilganligini ibodat deb qaragan. Ish o'xshash, ikkisi o'xshash pul sarf qildi. Ammo niyat o'xshash bo'lmaganlikdan natija o'xshash bo'lmagan. İnsanlar umuman topqa o'xshaydi. Ba'zisi o'rlayalaydi, ba'zi tushgan yerda yerga choplashib qoladi. Turmushdagi zarbalar ba'zi odamlarni harakatchan qilsa, ba'zi odamlarni ashundoq yili chikayotgan topdak yotqizib qo'ydi. Alloh taolo hammamizni yaxshi ishlarga, yaxshi natijalarga muvaffaq qilsin. Amin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.